Bugun 14 ta odamdan bir kishi iPhone 16 Pro Max olib ketadi. Xullas qonunlarni sirasi tushuntirib o'taman. Bizda har xil zadaniyalar bo'ladi. Har bitta zadaniyadan bir kishi keyingi bosqichga o'taveradi. 14 ta ishtirokchi birinchi 10 ta zadaniyani o'zida 4 kishi chiqib ketadi, qolgan 10 kishi bilan davom etamiz. Xullas video davomida hozir bilib olaverasizlar. Birinchi zadaniya krisalar jangi, birinchi gol urgan bola o'sha sirasi keyingi bosqichga o'tadi. Tayyorlaninglar. Hop! Bala qo'rqdim, o'lib ketardim-da. O'lib ketardim, real iPhone deb, ha? O'lib ketardim, o'lmasdi, tegmasdi. Flash udimi? Слишком tez adam bor. Qayoqda tegmagan? Nima holatda bolalar? Boshqalarga shans. Просто shans bering. Har doim birinchi bu finalga nima bor? Shani aytolman-da. Bolalar salanu konkurensiya his qilsin. Nima qaysi tilda gapiray? Mana tayyormisizlar? Hop! Rusha urdi. Просто yugurib gol urolmadi. Polfinalga. Rusha urdi. Tegmadi. O'sha tegmadi, men urdim, men urdim. Marshotdan ko'rdim Rusha urgan. Baraka, men urdim-ku. Просто yugurib pyatka bilan gol urib polfinalga. Var ko'rishdi. Men arzimaydi, menga ham ko'rindi tegan. Gol, gol. Men urmadim. Roma kadar bir ko'rsa tegani yo'q lekin. Rusha urdi, men hamma narsa ko'rdim. U hayotda urmaydi. Bolalar keyingisi penalti bitta odam qolguncha, yutqizguncha. Bunaqa holatlar ko'p bo'lganda, u ikkitasi bir-biri bilan kelishib olib, keyingi bosqichlarga o'tib, ha, Tima? Yo'q, bo'lmagan. Ayli aka. Kelishib olsak ham keyingi Mashina aytib turibdi-yu. Kelishib olsak ham keyingi Do'stim, kelishib olganimizda eshit. Kelishib olganimizda Tima hozir qaytarmagan bo'lardi. Men nimani? Men ketgan. Sizlar endi kelishib oldinglar-da, endi birlashdinglar. Prosta karma degan narsa bor, bilib qo'yinglar. Hozir qanaqadir kelishsanglar, keyinchalik sen baribir olib ketmaysan u narsa. Urasanmi do'stim? Конечно, penalti urmasa uyat bo'lib ketadi. Jonivor zarbasini ko'ramiz. Jonivor Joni. Bolla like bosamiz. Bu tiyni qilsa endi. Turagan. Ay bile, Johan, bu gapni nimalarni ko'rmagan-e. Olivera menni o'rganganda, o'z penalti tepishni bilsanglar. Va? Birinchi men kashf qilganman, o'shani olib ko'rsatib beraman. Olivera? Da, Olivera. Eldor Olivera. Olivera to'xta. Kevin Olivera. Kelvin. O'zi Kevin bilan один дома, давай. Подсечка. Qatta manxa, qatta o'rtoqlar. Men qani har doim mani qilasizlar. Bilat musorku varatari. Bilat nima u har doim manxa. Qachon oxirgi marta save qildim mana savol sizlarga. Oy, kim bu? Faramalo. Aka, siz o'z prizovoy olib ketgansiz? Olib ketgansiz? Overlar normal olib ketib o'rdingiz. Lokomotiv stadionida kim yutgan? Voy, bu Lokomotiv stadionida. 2 yil oldingi challenge eslab yuribdi-yu, qani? Nega Messi shastlab onasini endi uski kuruk har doim yutibdi, xuddok tegadi. Yo'q, Omadsiz seriyani boshlab beradigan inson. Bundan boshqa bir anaqa nomzod ko'rmayapman. birinchi urolmaydigan odam nima deydi? Bilasizlarmi? Bu stadionga chista doni deb men zakaz qildim, chunki bu yerda rezinka ko'pda, normal muammo bo'lmaydi bu yerda. Oldu, kral. O'yinlarda zo'r o'yin ko'rsatib, lekin hech omadi kelmaydigan insonimiz. Shtangalar qiroli, davay maraga. Shtanga. Mana yana shtanga.
Urish kerak bo'ldi, keyingisiga o'tish kerak. Bu bola nima qiladi? Tepib. Tep. Tima. To'siz, yaxshi insonsiz, davay. Vamos! Aytdim, Islom aytdi bo'ldi. Ta'sir qilmayman bu do'stim. Legenda, Tima, ты просто legenda, брат. Oxirgi seriyada chiqib ketganman lekin. Ustidan xolos surish kerak. Jas so'nggi daqiqalarning o'yinchisi, shuning uchun hozir Meh bilan tepish, menimcha Meh yutib keyingi bosqichga o'tadi. Men bilan Ahmed aka borlar. Qalban bilamiz, har doim jas bilan hozir chiqib. Prosta. Xushnudbek, bizni bombardirimiz. Saqadagi olishadi. Xolasing aytaversa, xatga tepishini aytaman xolasi. O'zidan chap tarafga teparagan yerlardi. Ketdi, o'ylay aytdimi sekin, spokойно. Yengil, kontent bu. Aka xos sizda bo'ldingizmi? Bo'ldi, kechir bilan Mahmud adashdim. Aytmaganimda shunaqa tepardi-da. Qani eshitib qoldi. Nastroy qanaqa? Девятки шақылатамын. Серьезно? Poylaysan прям. Poylamoqchi. Жестко. Да, прям жестко. Давай, сваркаga. О, ja девятка emas, no? Deyotganim, no harakat edi. Нормально. Такой, да. Давай. Yo, yuboru. Tailandda dam olib, bir hafta 10 kun kayf qilib futboldan yiroq bo'lib kelgan odam ko'ramiz. Ha, bilan olmayman deyman. Voy! Akifeyev shotda ekan-u. Ayvalla. Sizga beruvdimi, o'xshamay qoldi. Aka. O'zimdan tortib olib ketdim. Voy, bilan Radikdan olib ketsam bilmadim, lekin Radik qoldi, Tima qoldi. Radion Yangirov, bolalar. Bundan oldingi challenge-da omadi kelmadi. Ishchivordi degan bo'ladi, komandasi yutqizdi. No, mana endi ko'ramiz. Radik har safar brat gapirasan. Komanda emas, men bitta o'zim bo'lsam yutib ketaman deysan. Hozir ko'ramiz, brat. Davay. Davay. Beshans. Maxa qanisan? Laycha. Hozir men ura olmasam nima bo'ladi? Tepishasizlar ular bilan. Mana Tima mana bu bolalar hammasi keyingi bosqichga o'tdi. Bu yoqdan mana 3 ta odam qoldi. Bu 3 ta odamdan bir kishi tark etadi, qolganlar 2 kishi короче keyingi bosqichga o'taveradi. Ko'chaga bolalar. Ura olmasam, значит, Мах, опять туда же. Asivsiy krugi qoraladi bu bola bugun. Sergeli Sila. Mana Tima Prime de qani. Yozinglar mana hammasizlarga. Mana Tima. Faqat xeyt yozasizlar mana haqiqatan. Qani laycha yo'q. Chunki modda yuribdi. Balapol. Men nima bo'pti? Konkurensiyani ko'mib tashlayapti, do'stim. O'zi uchun konferensiya ko'mish. Kim kuchliroq bo'pti hozir shunda? Kommentariyada yozib ketishsin bo'ldi. Bo'ldi. Sen nega o'zing javob bermayapsan? Kommentdagilar takoy bayt qot. Xo'p, hamma o'zi uchun zo'r, to'g'rimi? Buni odamlar hal qilsin, Sen mana na penalti to'sding, na gol urding. Elanlikchi. Bizga qanaqa o'ynamoqchi 5 ga 1 shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Timani sochi bilasizlarmi? Aeroportdan qo'nsa bo'ladi. Soch ekishga anaqa tashinglar, bu kartasini tashiyman. Turkiyaga borib soch ektirib kelamiz deyman. Mamtiga. Bola iltimos. Bizni kechirish kerak emas. Birinchi xato. Bo'ldi, eli ursa, maxa uyga. Sur.
Elyor aka urdingiz, keyingi bosqichga chiqdingiz, bo'ldi, ketdi. Vaziyatga dedi. Hammasi mex o'ziga bog'liq. Gol ursangiz mex tark etadi bizni. Ko'zim bilan yo'q, uloqim yo'q. Bitta personaj minus, onasini ham san. Maqa chort. Bile Radik omad kelib qoldi-da. Topuvdim 100% bor. O'zi ham urdi. Chiqib boraman Radik. Birinchi o'rinda Radik chiqib boraman. Menga haterlar kerak shunaqa. Bormi? Men birinchi chiqib ketaman. Ko'ramiz endi hozir. Lucha mucho leche de pucho. Kucha mucho. iPhone 6 yutsangiz nima qilasiz? Telefon qilaman. Kimga? Tishlar. Bolalar, sezganinglardek, birinchi zadaniyada bir kishi keyingi bosqichga o'tdi, ikkinchi zadaniyada esa hamma keyingi bosqichga o'tdi, bitta mahadan tashqari. Endi yana bir kishi keyingi bosqichga o'tadigan tur bo'ladi. Bizda keyingi zadaniya shtrafnoy udar, bir kishigina Rusiyani oldiga yo'l oladi. Hozir maqsadim birinchi o'tib Radik chiqib borish. Chunki real omad kelib qoldi-da. O'zi ham Qaranglar, tushuntirib o'taman, shtrafnoydan bir kishi keyingi bosqichga o'tadi. Mana shtrafnoy hamma shu nuqtadan tepadi, mana. Kopto qo'yildi. Mana u hozir urish kerak, mana uncha bo'tda, lekin qiyin. Tek strozin. Gol aka. Real, hazillashmang. Serios. O? Sira shunaqa ekanda gol urishdi. Nima bu kopto Joni bilan brat qattiqrog'ini so'radim. Uch kopto tiqib Kestasizman agar gol ursangiz. Shundoq kesaman. Chista padyon tepaman. Chunki uzoq ekan Astana. Tugayni syomka kesasan. Mujik bizdan kes. Kesadi bolni. Sizga beraman. Kesasa berasan. Men olaman. O'ldi. Keyingi turga o'taveraymi? Boy aytdi-ku. Udarim yetib borsa yaxshi bo'lardi. Udar yonga bordi, lekin sekindi. Lekin kirish kerak bo'lgan. Yaxshi ketayotdi. Sal udar qo'shish kerak. Ishla o'zing ustingda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sal kirayroq bo'lsa edi, joyimizda tak. Buni ham sug'oramiz. Mana hozir qarang, padyonni просто. Ko'pchilik bilmaydi Ahmad akaning udarini. Hali ko'p videolarda chiqmaganlar, no trenirovkalarda biz уже давно amin bo'lganmiz. Strashniy udar bor, strashniy. Bitta chish borsangiz bo'ldi. Kiyma. Chalishi. Qanday jiddimi sen? Turmaysan. 45 razmer. Ya men ishlarni kutmayman, belim og'riydi. Hozir Tima bilan Radik qoldi, agar ikkalasi ham urolmasa, bitta Farra keyingi bosqichga o'tadi, qolganlar yana kurashaveradi. Qorish kerak hozir. Qani ko'ramiz. Ali ham tirilib ketdi-da. Bolalar, bizda ikkita keyingi bosqichga o'tgan bolalar aniqlandi уже. Birinchisi bu Rusiya, ikkinchisi Farra. Davom etamiz keyingi zadaniya. Ekvadorlik bratanni ol, Ekvadordan kelgan. Ekvador muchacho soy Pablo. 30 millionga olganmiz. Ekvador. WhatsApp bro. Bolalar, bizda keyingisi hozir bitta savol beriladi. Birinchi bo'lib kim javob bersa, o'sha keyingi bosqichga o'tadi. Maqasan bor ket bo'ldi. Maqasan ket. Bu masala endi. Mex sen bu yoqda turma, Jahonga podдержка qilib. Yelkan masaj qoldi. Ke, sen yonimga ke, mana ke. Mana ke. Ketdimi? Mana, bo'pti, tanlaymiz birga, mana. Menda telefon turibdi. Qulog'imga ayt, qaysi biri? Nechinchi yil? Ketdimi? Davay! 2001-yil 2001-yil Liga Chempionlar kim yutgan? Bavariya. Manchester United. Bavariya. Jahon. Paskasi qilmadingmi? Mana. Ha? Men bundoq turibdi. Bavariya.
deb turibdi-yu. Futbol ko'rish kerak. Men bunda Qo'li bilan Bavariyani chizavermaydi. Boshqa savol. O'tdim keyingisi ham bilmayman. Bo'ldi, qaranglar, chestni bo'lishi uchun bo'l jahon o'tdi yana bitta savol beriladi. Ana men chiqib. Bo'lmasa. Ana men chiqib turaman. Mana bunaqa qildi-da, bu Bavariyaga balet qiladi. Mana bunaqa ko'rsatdi. To'g'rimi javob? Nima qilishyapti bolalar? Men senga antira qilaman. Vijdon bo'lish kerak. Fitna qilib tashlashdi-yu bola. Alla borishdi. Alla bordi jahon. Sizda ishchilar bildirib. Nimaga chaqirasiz? Og'zi qimirlatib. Bavariya dedingmi? Dedimi ko'rdingmi? Chaqiryaptilar-da bildirib taqa. Billada o'tga kiradi, billasi. Bilan mehmet. Yo'q, bular qimirlamay turing, jim turib yo'lga o'tib oling bo'ldi. Atak nechasini? Nima? Chestni nima? So'rayman, kim bilan o'ynagan finalda? Bilmayman deyapti, lekin Bavariya yutgan. Maha borib, mana bunaqa ko'rsatganda bu Bavariyaga balet qiladi-yu. Fitna bo'lib ketdi bu yoq. Mayli, insofga-da aka yo'q. 2001-yil 2001-yil Liga Chempionlar kim yutgan? Bavariya. Bola keyingi zadaniya 16 liniyadan narigi vartiga gol urish. Bu yoqdan ham bitta odam finalga yo'l oladi. Bolalar, Joni boshlab beryapti, ko'ramiz. Bu yoqda ham bir kishi o'tadi keyingisiga. Ketdi. Oy oy oy. Nima deyapti bolalar? Birinchi zadaniya gol. Voy! Voy! Voy qiyshiq! Qiyshiq! Keyingisi Ma'ruf aka. Tem berish kerak. Davay Doni, ko'rsat. Bu zadani urdim lekin. Bolalar, bunaqa challengelar ko'proq bo'lishi uchun davaychi hozir mana pauza qilib qo'yinglar. Hozir prosta like bosib qo'yinglar. Agar bilmadim 30 ming like yig'sak, butun Armontot Boys, ya'ni 30 kishi qatnashadigan challenge olamiz va bir kishi bilmadim 10 million so'm olib ketadi uyiga. Может, undan ham ko'proq. Prosta likelarga bog'liq. 30 ming like va kommentga yozinglar mana shu video haqida. Bo'ldi. Keyingi video sizlar bilan o'sha hamma qatnashadigan rolikka olamiz. Stadionda. Ahmad aka gol! Robert Carlos 96-yil jahon chempioni. Men faqat men shu ochga rosa. Buni eshitdingiz. Voy pulya, qayerga ketibdi? Qayerga ketibdi? Hammasi chalish kuchi. Yo'q bolalar, afsuski Tima ham qiyshiq. Gol, bu gol. Уверенно bu gol. Videodan keyin rasm chizsalar. Qaranglar. Ko'rayotganlar nima qilsin hozir bu videoga? Like bilan podpiska tashlab qo'ysin. Kommentchi. Komment ham. Bo'ldi. Ha, o'zi chiqib qo'ydim boya. Birga bir chiqqan paytda. Ha, Ruslan o'rnida men o'tirishim kerak. Qiyshiq? Yo'q. Yo'q. Qiyshiq. Mana menga keldi. Nima uraymi yoki bola talashsinmi? Gladiator. Aylanib ketdimi? Ha, bu gol. Ha, yo'q, aylanib ketdimi? Bolalar, bizda 3 kishi bor. Joni, Ahmad aka, Java. Shu 3 kishi yana tepishadi. Bizga bittagina g'olib kerak. Bittagina odam keyingi bosqichga o'tadi. Qolganlar dalchi kurashda davom etadi. Joni уже xato qildi. Legendasi xabarsiz. Bilen sal podium sifat qo'shmasdan pas bersam yetadi. Ahmad aka ham urmadi. Hozir Java ursa keyingi bosqichga yo'l oladi. Urdi. Va Javani final bilan tabriklaymiz. Kirdi.
Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Tushunib turganingizdek, hozir bizda 4 ta finalist aniqlandi va biz yana 6 tasini u yoqqa jo'natishimiz kerak. Bolalar, bizda endi keyingi shart ko'rib turganingizdek bochka bor, dumaloq, o'zi ko'pchilik tanisa kerak buni. Bu yoqda ham bir kishi keyingi bosqichga o'tadi. Qarshi kirgizish kerak. Agar 2-3 ta odam kirgizsa, ular yana bir marta tepadi. Yana men birinchi boshladim. Faqat shu gapni aytaman. Voy! Jinnimi bu? Joni. Ben nima demayman voy. Hozir sen aytganini qildim. Hozir aytganim. Yugurib kelma, prosta turib ber bo'ldi. Ana men turdim yonda, shuning uchun urdi. Ana qara hozir men yonda turmayman, do'nni ura olmaydi. Doni! Prosta tepib qo'yor bo'l, boshqa bolalar kutyapti. Keyingisi bolalar, keyingisi. Ayolmi? Mana otaman turibdi. Oy, Jasam urib ekan. Jas bilan Joni yana kurashadi hali. Rusiya aytdi o'shani qilib. Voy, men aytganim Joni urdi. Qanaqa Bu to'z bilatni texnika kerak. Hozir ham aytaman. Voy, mana o'sha yaqin emas. Men hech kim kelmaganman bugun. Voy, kellerjon. Yaxshi. Testa mana bosib o'tilgan anaqani qilib qo'ygan bor. Shunda bizda Jonik, Jas, Radik dalshi davom etadi. Ko'ringanidek oson ish emasmi? Deb turibman. Yana turish kerak finalga. Radik ursa keyingi bosqichga yo'l oladi. Avro oxirida o'ynab oldi deb bolalar. Bolalar, hozir 5 kishi o'sha keyingi bosqichga o'tdi. Bizda keyingi zadaniya ko'rib turibsizlar, varatan oldida kopto'lar turibdi. Endi bolalar shuni 16 liniyadan turib yerlatib koptoni tepadi. Koptoga tegmay turib kirib ketsa, keyingi bosqichga o'tadi. Agar koptoga tekkizsa, bo'ldi, bu xato. Bu yoqda ham bittagina odam keyingi bosqichga yo'l olishi mumkin. Odamga birinchi. Nabarot. Oy! Keyingisi Tima. Koptoga tekkizmasa, keyingi bosqichga o'tish ehtimoli kattalashadi. Hoppa! Hamma koptoga deb qolmasa, yalishdan ketdi. Amanda tejini poylagan, uni poyla olmasan. Doniyorbek, hozir yo'q, koptoni poylab qo'ysa kerak. Hey, Doniyor! Bo'shdami? Doni, нет, блядь! Чёртый, блядь! Tegdi. Tanjarga. Tayyormi? Dedi. Uy bala, u yerina. Oy. Timaga konkurensiya. Show mana. Voy bala. Serios. Shu bo'lsa, xush da, shu. Ona. Urdi. Qaramasam. Show kerak. Show. Давай. Tima bilan Ahmad aka boshidan tepishadi. Jasam bor. Voy, jasam bor ekan, uzr bo'ldi. Gol. Oh!
Nimaga? Nima qilyapsan o'zi? O'zim ham tushunmayapman. Shov. Shov deyishyapti bolalar, shov qilamiz. Orqamachasi jaz. Ответка. Yaxshi. Papitka uchun respekt. Ahmad, tizza bilan. Chiqishim kerak emas. Rabona. Chiqishim kerak emas. Bala. Rabona brat. Tima finalda bolalar, Tima keyingi bosqich. 16 yuksak nima qilamiz aka? 16 bo'lsa, onamga podarka qilaman. Mehribonim ona. Shokdasan. Kamine. Bolalar, esingizda bo'lsa boshidan aytdim, 10 kishi o'tadi keyingi bosqichga, keyin uje hamma qatnashadi dedim. Hozir bizda 6 kishi keyingi bosqichga o'tgan, 7 ta odam hali ham o'ta olmayapti. Oxirgi zadaniya degan bo'ladi, bu keyingi bosqichga o'tish imkoniyati. Hozir 7 kishidan 4 ta odam keyingi bosqichga yo'l oladi. Bu zadaniya esa oratar bilan birga bir chiqish. 7 ta odam qiladi, 4 tasi keyingi bosqichga chiqadi, 3 tasi bilan xayrlashamiz. Qonun birga bir chiqiladi, kaptonni orqaga olsa bo'ldi, tugadi u. Kaptonni orqaga olish mumkin emas. Joni, meh, katta. Oy. Jas yutaman dotdi. Showmi? Davay, Neymar finti. Orqaga olsangiz tugaydi. Bo'ldi. Voy, maraka. Hali deyman, kelishdan. Xabarim yo'q. Davay. Killer. Damsiz zararingizga o'ynabdi. Qaytishim uchun bir hafta trenirovka qilishim kerak. Yaxshi. O'zim chiqdim, endi bolalarni chopish kerak. Sessiya tepaman aka. Mumkin emas. Voy! Oddiy urish kerak bo'ldi. Pauz birinchi. Bo'ldi. Etti qoqilib bo'lsa ham tabi chiqaman mashinadan oldiga. Hozir emas. Hozir hammasi Donikka bog'liq. Agar Donik gol ursa, keyingi bosqichga o'tadi. Baqa davay! Oy, Doniyor, sen futbol o'ynashni bilasanmi? Bolalarga shans berdim. Bor jinni bile. Bo'ldi bolalar. 4 kishi yana boshidan qiladi. Bizda 1 kishi o'tish kerak, keyingi bosqichga 1 kishi o'tish kerak. Bo'ldi, Elyoraga chiqib ketdilar 100%. Men bilmadim bugun juda. Charchab kelganman, ammo bilmayman bori nima bo'lgan. Bo'ldi. Voy. Qanaqasi? Kopni orqaga yurdi, qo'lingizni Sen orqaga olish mumkin emas deding bo'ldi. Orqaga olish Orqaga yurdi. Orqaga yurgani yo'q. Yon tomonga yurdi. Kopni orqaga yurdi. Bo'lmay kurashman. Yo. Yon tomonga yurdi, kopni orqaga yurmadi. Kopni orqaga Boshda yurdi. ayting, faqat orqaga yursa deding. Bunga tegdi, lekin orqaga yurmadi. Ko'raylik bo'pti mana. Bullit qonuni bo'yicha Donik bizni tark etdi. Shunda nima bo'lyapti? Xush bilan ma'raka davom etadi kurashishni. Men o'ylashim bo'yicha men просто chiqarib yuborishdim inchesdan. Davay. Voy, Edit, ketsin bu yoqda Editlar. Aga, bizda futbol kerak bizga. Zo'r bolalar. Men shov qilaman, shov. Iloyim bo'lgan. Davom etadi, uramasak. Xush nima qildi? Voy, bile. Bala, shov qilmoqchi edim men.
Bolalar, bizda уже 10 kishi aniqlandi. Hozir biz sentr o'rtasidamiz. 5 ta 5 taga bo'linamiz. Birinchi 5 talikning ichidan bir kishi finalga chiqadi, ikkinchi 5 talikning ichidan bir kishi finalga chiqadi. Hozir hamma o'zini koptogini oyog'ida ushlab tursin. Kimi koptogi oxirgi bo'lib shu dumaloqda qolsa, o'sha keyingi bosqichda finalga chiqadi. Tushundinglarmi? Ketdi. Kurashish kerak bolalar. Umuman kurashmasdan iloji yo'q, chiqib ketadi agar kimdir kurashmasa. Jaz. Voy, ikkalashib. Ketdi bolalar. Qari koptoyma oldu. Jaz dedi o'zi. Voy, tezlashinglar. Voy, qochib yuribsizlar bir-birlardan. Rusyani, davay Rusya. Allah. Voy, bilatingmi? Davay. Men Rusya futbol o'ynayapti-yu. Tezlashinglar. Bu yo'g'am. Harosh deyma. Kontrol deyma. Harosh deyma. Ладно, сейчас финал. Бля, Тима, респект. Тима, красава. Ikkinchi yarim final boshlandi. Voy, unaqa narsalar mumkin emas, Jahon. Maqom. Yurish kerak faqat. Mumkin emas. Vallahi yopish kerak. Ha? Zachем? Yopish kerak. Da, fara. Yopishmayapsizlar, bolalar, hozir donoziki qo'yamiz. Davay, donoziki. Yo'q. Davay. Yopishinglar. 10 sekund beriladi, bo'lmasa donoziki kimdir chiqib ketsin. Mana bu hakning show ko'rsin. Qashab ketsam yo'lim yo'q. Ketdi. Bolalar, stop, to'xtanglar, hisob emas. Poyla zona kichkinalashayapti, bu taraf yarimi bo'ldi. Voy bile. Qollaysan. Jang o'tdi. Bitta burchaga borlar. Davay! O'zi ham chiqdi. O'zi ham chiqib ketdi. Javada chiqdi. Oxiriga chiqdimi? O'rningizda olib topdilar, hadi. Bo'linglar. Ko'tarib qol. Davom, bizga ishonishmayapti. Voy bile. Jahon bilan. Jahon bilan. Yaxshi bo'lar, Jahonni ikkala. Jahon yopishmayapsan, yopishinglar hamma yopishsin. Jahonni ikkala ham. Ana qo'llari. Vallahi tezroq. Hadi. Bo'linglar. Ketdi. Jahon qara marakaniki bo'shyapti. Ular turibman. Qarab qoldi. To'xtash mumkin emas, stop, rostdan ham ketdi. To'xtash mumkin emas, to'xta, yo'ldan chiqib ketadi. Gap yo'q. Bu bilan yaxshi. Qara javoban yuzdan olib qo'ysa bo'ladi. Stop, full boshida. To'xtash yo'q, ey. Ketdi, to'xtash yo'q, da. Sık. Jahon bilan. Jahon. Men bitta maraka harakat qilib yuribdilar, Mana finalist. Jahon. O'zi aytinglar. 20 sekundda chiqib ketmasa kimdir 100% donziki. 50 bo'lsa. Vallahi vaqt ketgan o'sha. To'xtasa ham kimdir chiqib ketadi. Batareyadan ko'ra kurashgan yaxshi bo'ldi. Agar kimdir chiqib ketmasa. Mana yopishing. Davay, yopishib olinglar, ey. 10 sekund qoldi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bo'ldi. Donziki. O'zinglar bitta maraka harakat qildi hozir bu yoqda. Qaramasdan, omad kelsa keldi, bo'lmasa, как говорится, bosh. Давайте. 2, 3. Voy, Jahon donziki, bля. Oy. Jahon aka. Aka. Nima bo'ldi aka? Logично nima? Hozir men yopishaman, meniki kimdir tepib boradi. Men tupoy bo'lib ketdi. Donoziki endi omad.
1 2 3 don siki. Keldi o'tgacha davom. Radik va Jazz final. Avro deb avro bolalar biladi nima qilish kerak. Prosil соперника. Jazzga rahmat. Bolalar, final xuddi shu упражнение Jazzga qarshi Radik kimi koptoga chiqib ketsa, o'sha yutqizadi. Mashta kimi koptoga qolsa, o'sha iPhone 16 Pro Max bugun olib ketadi. Butun challenge avro ishlayapti-da bolalar. Ammo hamma holatda o'sha men bugun yetdim. Jazz bilan final endi ko'ramiz. Kuchlilar eng главный narsa aqlli odam bugun yutadi. Kopton qoldirib ketsam ham bo'ladi. Qoldirib ketgan, mashtaga qoldirib. Chisto abor qilaman deb borib. Ketasan chiqding, mashta qoldirib ket, orqangga bo'l. 1 2 3 ketdi. O'q bilan. Voy bile. Bak nima tashqarib turibdi buni? Tema ko'raylik. Ichkariga olib kirib qo'ysa unda. Yo'q, Koptoy liniyada turibdi-da, Koptoy. Ha? Yo'q, Koptoy liniyada turibdi-da, Koptoy. Linya bu. Boshlanmadi-da shu narsa. Prosta shu narsa bor. Mana boshlanmadi-da. Mana xuddi shu taktikani qildim, prosta men kasallik qilib keyin qo'yib ketmoqchi. Bu boshlamadi prosta, turgan joyda kopto turibdi. Siz tiymadingizmi koptoga boshda? Yo'q, nimaga deyman? Давай, mana chesingman. Yo'q, menga farqi yo'q deyapman. Bola kelinglar, qaror chiqaraylik iltimos. Qaror chiqaraylik. Mana o'yin boshlandi dedi, Koptoy shu yerda qoldi, Radikga yugurib ketdi. O'taymi, boshlanmadi. Yo'q, Radik tegdi koptoni. Baba bunda tochka qildi, keyin bordi adborga. Tegdimi? Agar teggan bo'lsa, umuman vobros yo'q. Ko'ramiz o'sha video 100% tegdi. Eshtinglar. Agar o'yin ketdi deganimdan keyin teggan bo'lsang, sen yo'q gap yo'q. Agar tegmagan bo'lsang, boshla. Yo'q, tegmabdi. Koptoga tegmabdi boshdan. Bolalar, qonun paftor ko'rildi. Hop, dunyodan keyin Radik Koptoga tegmay yugurgan boshidan qilinadi. Sizlar uchun bilasizlar, kim chempionligini. Sizlar uchun bilasizlar. O'yin boshlandi. Mana tegdi. Bo'ldi, o'yin ketdi. Mani turib yumurgan. Qo'rangga solma. Mani eshitganim nima? Voy, koptoni ko'tarasan, tepaga tepasan, o'zing tepasan, keyin to'xtatasan, koptoni bo'ladi. Maksimal men uchun yaxshi kontsovka bo'ldi lekin. Bilaman, ammo Kim kutdi menimcha? Ana estroydi. Challenge'larda sapernik so'rayotdi, mana sapernik. Mana Jazz. Ikkinchi otasi qaytayotdi. Bolalar, bu videoda juda ko'p voqealar bo'ldi. O'zinglar обязательно kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar. Hozir Jazz tabriklasak bo'ladi iPhone. Agar shunaqa videolar ko'proq bo'lishini xohlasanglar, mana shu videoda 30 000 like yig'amiz va undan ham ko'proq odam bilan, undan ham zo'rroq prizga challenge olamiz. Let's go.